Mana bu yangi student shahar. Altstadt. Donau daryosi mana shunaqa kelgan. Bu yerda bitta dunyoda yagona bo'lgan mehmonxona bor. Rosa ham qadimiy. U mehmonxonani yarmi suv ichida turadi. Schiffes Haus, Hotel des Schiffes Haus degan joy. Butun dunyoda u bitta dona cho'kib turadi. Tikka, tekis emas. O'shani hozir ko'ramiz. Bu bo'lsa hozir hammasi Altstadt. Uylar, suv. Shu chiroyli. Mana qishlarga uylar qilib qo'ygan ekan. Mana bitta odamlar yashar ekan. Boyagi joy. Biza hozir Germaniyada butun dunyoda yakkagina yagonagina bo'lgan mehmonxonani oldida turibmiz. Buni o'ziga xosligi, bu mehmonxona 1943-yilda qurib boshlangan ekan. 1997-yilda Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Bu mehmonxonani yarmi suv ichida. Shuning uchun ham bu o'ziga xos va butun dunyoda yakkagina mehmonxonani именно o'sha nomerlari suv ichida turadigan rosa ham qimmat bo'lar ekan. 200-250 yevrogacha bitta xonasini olish mumkin. Mana Slouch eksklyuziv ichi. Ko'rinishi lekin rosa ham eski. To'g'risini aytganda. Mana chalsa bo'lar ekan. Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Zo'r. Ichiga kirib aylanib chiqsa bo'lar ekan. Yakshanba kuni soat 14 dan boshlab ekan. Kofe bilan shirinlik berishar ekan. 19 yevro bitta odamga to'lasa, 4 tadan 6 tagacha odamlar bo'lishi kerak ekan gruppada. Zo'r. Mana o'sha mehmonxona yozilgan yozuvi Hotel des Schiffes Haus. Bu mehmonxonani butun dunyoda bitta dona anaqasi suv ichiga kirib turadi. Yarmi. Mana bitta ma'lumoti ham bor ekan. Mana 1943-yilda qurilgan ekan. 1873-yilda suv tagiga kirib ketavergan ekan. Keyin uni saqlab qolish uchun atrofiga o'sha cho'kayotgan joylariga betonlashgan ekan. 97-yilda Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan ekan. Вообще zo'r. Mana hotelga o'fnat. Bu hotelda именно o'sha suv ichiga kirib turadigan xonalari rosa ham qimmat. 1943-yil tasavvur qilasizlarmi? Bu qanaqa necha ming yil, necha yuz yil, ming emas, necha yuz yil oldin. Hozir bu yerda mana qurilish bo'layotgan ekan, lekin mana shu turishda o'zi bilsa ham bo'ladi. Qanchalik suv ichiga kirib turibdi, mana qiyshiq. Bu tomonidan ko'rsa ham bo'lar ekan. Suv shundoq mana suv oqib turadi. Mana yarmi suv ichida mehmonxonani.
Videoni shu kadrlar bilan tugatamiz. Sizlarga qaysi videodagi joy ko'proq yoqdi? Aynan shu mehmonxonaga kelib bir kecha qolishni xohlagan bo'larmidinglar yoki 19 ga kirib tur qilgan bo'larmidinglar? Shularni hammasini izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Aytgancha universitetga kirmoqchi bo'lganlarga yaxshi yangilik. Bizga aloqaga chiqsanglar, albatta universitetga kirishinglarga yordam berishimiz mumkin.